Qanday ayollar qarimaydi? Bu zo'r savol bo'ldi. Ko'pchilik aytadi, ayollar o'ziga qarab yurish kerak. Yo'q, qachonki uni eri yaxshi qarasa, keyin ayollar qarimaydi. Eri ayollarni o'ziga qarashga xalaqit berish mumkin, stress berish mumkin yoki pul bermasligi mumkin. Bu narsa ayollarning hayotida katta rol o'ynaydi. Ko'p erkaklarimizga o'zlarining ayollari chiroyli bo'lishi, boshqalarga chiroyli ko'rinishi yoqmaydi. Lekin aynan shunday erkaklar tashqarida chiroyli ayollarga qarashadi. Buni sababi o'sha uydagi o'ziga qaramagan ayoli yoqmaydi baribir u erkaklarga. Ayollarimizni qanchalik chiroyli bo'lib ochilib borishi bu o'z uyidagi erkagiga bog'liq. Qancha erkakdan e'tibor, mehr, sevgi kuchli bo'lsa, ayoli chiroylilashib boradi. Qanday ayollar qarimaydi? Men bitta javob beraman. Eri tarafdan yaxshi mehr ko'rgan ayollar hech qachon qarimaydi.